Tanaim Oysha onamizning masjidlari bu joyga kelinayotgan vaqtda odatda takroriy umra badallari ado qilishlik uchun niyat qilish uchun kelamiz. Bizda mana shu narsa urf bo'lgan, odat bo'lgan Oysha onam masjidlariga chiqishlik. Shu joyga kelgan vaqtda umrani niyat qiladigan vaqtda bitta chiroyli, yaxshi to'g'rilash bor ekansizlar. Yana bu joyga kelgan vaqtda biz odatda falonchi nomiga umra qilishni niyat qildim deymiz va borib tavof qilamiz, sa'y qilamiz, sochimizni ogizamiz. Sochimizni ogizganimizdan keyin mana shu qilingan umrani savobini o'sha avval niyat qilgan odamimizga bag'ishladik deymiz. Endi shu holatda bitta yaxshi tavsiya bor. Oysha onamiz masjidlariga kelgan vaqtda mutlaq umra qilishni niyat qildim deysiz. Umrani niyat qilasiz, borib tavof qilasiz, sa'y qilasiz, sochingizni ogizasiz. Sochingiz ogizib ihromdan chiqadigan holat umra mukammal bo'lgandan keyin bu qilingan umrani savobini falonchi o'g'liga, qizga bag'ishladim desangiz go'zalroq bo'ladi. Sababi yaxshiroq yechim bo'lganligini aytmoqchimizda. Agar o'sha falonchiga umra qildim desangiz, shu umra mobaynida tavofda, sayda qanaqadir jinoyat, xatolik bo'ladigan bo'lsa, unga kim javob beradi? Shuning uchun chiroyli holatda umrani tugating. Tugatganingizdan keyin savobini bag'ishlasangiz go'zal ish bo'ladi.